2 xonali kvartiraga admin qilaman degan uyimiz sotuvga chiqyapti. Lokatsiyani qarang aka, o'ng ko'chaning naribatida Fetchenka maktabi. Biz Onadirda yo'lda turibmiz. Adresimiz Tashtan Saliyev ko'chasi 185-xonadon bo'lyapti. Fassadchasini ko'ryapsiz. Endi sizlarga ko'p vaqtlar olmagan holda uyning ichki qismlarini ko'ramiz. Ketdik. Bu yerda как 3 xona studiya desangiz ham bo'ladi. Chunki qarang, bu yer kuxnya chaysi bo'lyapti kirganimizda. Plastiklar qilingan qish kunida sovuq kirmasligi uchun. Kommunikatsiyamizda gaz, suv, svet bor. Xo'p, kirganimizda bu yerda o'zini spalnya xonasi, spalnya ham kattagina ko'rib turibsiz, kameralar qo'yilgan, безопасность. Xo'p, chiqamiz. Kelayotganimizda o'zini bu yerda zali. Kirganimizda o'rtada plitalar bilan bu yerda qish kunida issiq ushlashligi uchun tagi aka podval. Xo'p, kirganimizda bu yer o'zini mehmonxonasi. Tashqi aynalarimiz polностью plastiklardan qilingan ekan, qish kunida isrof bo'lish uchun. Bu yerda o'zini mehrobi bo'lyapti aka. Buni olasizda ko'rib turibsiz, remontini hech qanaqa vложение qilmaysiz. Kirasiz, просто mebelingiz bilan yashab qo'yadigan holatda. Boyga aytganimizdek kvartiraga admini bor. Sizning kvartirangiz ham shunaqa remonti yaxshi bo'lish kerak. Uyda sizlarga qo'ldan kelgancha polностью obzor qilib chiqdik akalar. Shu uyda yana ham to'liqroq ma'lumot olaman desangiz, nomerlarimizga telefon qilishingiz mumkin. Nomerlarimiz 0998 0123 00 raqamga telefon qilasiz, o'zimiz olib kelib ko'rsatamiz. Bizda har doimgidek открытие торг siz bilan kvartirangiz bo'ladigan bo'lsa yoki sizni tanishingizda kvartira bo'ladigan bo'lsa, olib borib opaga ko'rsatamiz. Yoqtiradigan bo'lsa, bismillah, baraka qilamiz. Qarang, nomerlarimiz 0998 0123 00 raqamga telefon qilaverasiz. Qarang, bunaqa joylardan bunaqa admin bilan uy setkalar juda ko'p. Jo'natib qo'ying, ishonay. Siz orqali shunaqa uylarga admin qiladigan bo'lsa, sizga rahmat aytmasdan qo'ymaydi. Sizlar bilan biz keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.